Yana klientlarimizdan savollar bo'lib turadi. Bu karnizingizga ham amerikanka qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Mana buni yechib olganingizdan keyin o'zi amerikanka deymiz, iplik, mana shu iplik mana shunaqasi bo'ladi. Roliksiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shuni bir tiqib qilsa bo'ladi. Bu klientimizning dizayniga, tanlagan fasonlariga qarab qilinadi. Bir xil klientlarimiz o'zligi yetishadi. Mana menga nima tavsiya berasiz deyshadi. Joyi borib ko'rgan ma'qul. Chunki har bitta narsani o'zi oldin rashyot qilib ketgan joyi bo'ladi. Buni patologik qo'ydikmi, devorga qo'ydikmi, farqi yo'q, krepleniya qo'ydik. Mana buni tiqishga tiqib yurishga yuraveradi. Lekin oldidagi qator bilan orqadagi qator bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun shu amerikanka deganimiz ham bunaqasi valna bilan turganda ko'pchilik biladi o'zi, hozir tushunib borishyapti. Bunaqasi chiqqanda 6 sm chiqsa, bunaqasi borganda 6 sm. Bunaqasi ketadi, ilon iziga o'xshab, ilon iziga o'xshab yurganda 5-6 sm xullas karnizingizga mana bitta joy bo'lishi kerak. Kimdir mishani ichiga tiqib qo'yadi, bundoq qilib qo'lam kirmaydi, pardasi ham tiqilib yurmay qolish ehtimoli bor. O'shanga joyida qarab maslahat berganimiz yaxshi. Har bitta karnizda o'zini shu roliklari bor, ipli roliklari bor. Hammasiniki har xil ko'rinishda bo'ladi. Buniki bu sifatda, buniki mana ipli qora, oq farqi bor. Roliklarning o'zida sifatida farqi bor. Endi bu yerda yaxshiroq ko'rinish uchun sizlarga mana ham karnizimizda oqni qo'yib qo'yganmiz, qoraga oq qilib yuradi. Qoraga qora ham qilib qo'yganmiz. Bu ranglari bor. Oqi ham bor, qorasi ham bor deb ko'rsatish uchun shu rolikda mana shu ko'rinishda bo'ladi.